Acep yaxşı. Maqul, çataq yo'q. Maqul, xo'sh. Dep yaxşı. Hey. Ət taq chiqadigan bo'ldik. Voy, ət mening ishim bor, men chiqa olmayman. Kim sizin chiqing dedi? Hozir taqqa chiqamiz deding-ku. Voy, men maldagi qizlar chiqadigan bo'ldik. Qizlar deb ketgandan oldi 60 dan oshgan qayrg'u tulnoq dexe. Biroqlar taqqa chiqibdi demapsan. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi atqanda? Men sana dedim-ku, da uy deganda bunda ishlar bo'lib qoldi. Bir ish bo'lsa, baldiroq deb qo'y deb. Nima ish var bu uyda? İmran balam yo'q. Siz tushları kemmeysiz. Mush uyda yolg'iz o'tirma. İmranning yo'qligi sana bo'p berdi-ku endi. Qo'ling hech qanday ishga bormaydi. Bo'pti, berib kel. Men uyda beka o'tirib, to'rimizning qag'ama kallang echilib qolar. O'ylab boqsam, tantarbiya kiyimimning toza tayini qolmabdi. Dikkat bozor chiqib bir qur tantarbiya kiyim elib olaymi-ki? Beshimni ag'ritmay, nima qilsan qila. Hey. Voy, bo'linglar, qanisiz? Nimada juplanmaydigan bu yuzini? Mana. Voy, bo'linglar. Ko'midingmi, men soqol ilib chiqdim deyman. Hay, ayol kitibsiz. Amsa siz nashtangizni qiling, men mangay. Voy, sen nash qildingmi? Qildim. Bo'pti. Voy, bugun bek mo'lchilikqa kunda taqqa chiqsam bo'lammi nima? Alilerin emde tüzük müzik kütmesek bulmaz. Siz degan ma uyimizdeki bir erkiş tutsunuz. Bo'ldi. Ma'qul. Diqqat qilinglar. Ma'qul. Hey. Taqqa chiqib yana atqa minima, taqqa yamishim deb yurmay, tinch aman qaytib kelasiz juma. Ensirab ketgan. Men bir kichik bola o'g'aydim. Ensiraymiz. Ma'qul, qo'shamiz. Ma'qul. Mesxu bu. Vay. Men. Afkam. Elqi bayqi materialdagi elqi odamning soni to'g'ri emasmi nima? Shu men qarasam to'g'ri emas qildi-ku. Mana qardim. Men uyda kompyuterni ochib qarayapman. Shu. Ya. To'g'ri emas. Bo'ldi. Unda bo'lsa idora bo'lganda qayta bir selishtirayli, ha? Ma'qul. Bo'ldi. To'g'ri deydi bu. Bu kimdemdi? Voy, kim o? Nima? Qachon? Shundami? Qaysi doktorxonada? Bo'ldi. Men uyda. Men hozir boray. Hozir. Ma'qul. Elqi otqa minmaydigan ishni cho'p berida. Shu sen shuhroq otqa? Ya. Kira. Menga. Kira. Ağrıtamdı ya. Qanchamiz. Ağrıydı bu.
Qo'shni. Ha? Sizga bek rahmat. Qo'shnidochilikni yetkazdingiz. Voy, unchalar deb ketmang, ha. O'zimizning ishi bu degan. Sizni hamda choyimni qo'ymay quruqli yo'lga sep qo'yamanmi, ha? Voy, yo'q, men hozircha ketmayman. Ha? Faridaning qo'li menda turish tomoq yetolmaydi. Men bir tomoq etib berib, oldirmay chiqasan, bo'laverdi. Uyda boshqa ishim yo'q dang, mening. Ya men qilsam Ne yeginiz var Farida, men shuni aytay. Bor, sizdan. Voy, yo'q. Ya, men Birdan qilsam- pishiraman, birdan. Paralashib o'tirib turinglar. Farida? Bo'ldi, o'zim topdim. Ey. Mahfutum obdaroq deb qo'ydingmi? Ma kichikkina ishni tugdek qilib butun dunyoga yeyib etmasa yana. Dedim. Abay tağdımı degan, kirgich dedim. Abay mashindim aldingizmi? Uyga hichmi topaladim. Bir qitim bo'lsin demas. Ayta. Bir ishni shu. Bir ish faqat ichida yotmaydi, deyib etmasi bo'lolmaydigan xotin bor. Mendey. Osh. Toza o'xshibdi. Rahmat. Nasıl o'xshabdi? Ha, men uyda beka olgandan keyin bir hafta Faridaga o'zim bir qo'lliq qarayman. Siz xotirjam ishingizga berib kelsiz. Anda qilsa qanday o'g'lisini avar qilaversak Voy, bo'lmaydi. hechqisi yo'q, hechqisi yo'q. Şu edim bugün bir kun avar oldunuz Ayşim'de rahmet. Ha. Voy, bizga qo'shni tursa qanchalik ishdi u. Anda qilsak bo'lmaydi. Biz qijilib qolamiz. Uning ustiga bu kasal va qishmi osa ish emas. Hech nima bo'lmaydi. Yo'q. Anda qilsak bo'lmaydi. Siz baka olgan bilan uyda bolalarınız var, bolalarınız qarmısınız deyə bo'lmaydi. Shundaymi xotin? Şu. Özümüz bir amal qilamiz Ayşim'de. Jep bir deb ketdinglar. Emis manda qilili. Bizning binoga bir jup yosh ayollar ko'chib ketdi. Ayoli uyda beka ekan. Akun men uchrab. Bir oila bo'lamiz, men ishlar bo'lsin, bir tepagan bo'lsa izlaganda. Bo'lmasa at osh qizimlam uyga boshlab akirmaymi o? Voy, Oştaqlamdı qo'ya. mayli bo'lmasa Sizlar bir ko'rishib baqsanglar. Oştaqlı. Tomoq etkizib baqili. Sizlar bir yeb ta'min tetib yiqinglar. Qog'oshni shundan qarab o'zim bir qo'lliq o'rlashtirib. Ma bo'lgan ketgan. Oştaqlaylar. Qani. Rahmat. Voy, yo'q, hechqisi yo'q. Ağratamda. Xotin. Ma bu Ayşem sövetini şu g'ayvatdan boshqani bilmamdiki desam, xeyli odamgarchilik bor ekan juma. Ha? Ayşim'den çok ağız içtik. Uşaq gapni jiq qiladi, gap to'shib qo'ydi, gap topadi degan bilan mana shundoq kimning uyda qiyinchilik bo'lsa, kimning beshiga kun tushsa, shu zamat paydo bo'ldi deyman. Oq ko'ngil ayol bu unda tug'an bilan. Shundoqki, ko'rdim bugun doktorxonada hamma ishni jugrashirib shulik qilyapti. Uyga kelib tomoq yedimi deb tomoqni etib, qochiqchilni yuvib, qiz qilib ketdi. Qarab ta'sirlanib qoldim juma sen. Tam o'xshabdimi? O'xshabdi. Voy shu tog'dim bütün ishni shu ayol qildi deymi yugurib shirib. Qanday qilmiz hamda kamchilik degan bo'ladi-ku, ya unda, ya bunda. Bu ayolning shu og'iz ishtilikini hisob qilmaganda o'zi oq ko'ngil umda ayol deymi. Shu to'g'ri deysan. Bu odam degan mukammal bo'lmaydi-ku xotin, ha. Biraz choy kirib beraymi? Bo'ldi. Soğuk çay mı içmeysin? Yo'q, içmeyim. Bizning uyning ahvolini bir qur tushundingiz ukam. Akangizning xizmati bek aldirash, etiganda kelsa tushlari asosan kammaydi. Kechda bir keladi. O'g'li mana Shanxayda o'qiyotdi. Men ham odatda uyda boshqa ishim yo'q. Shu bu uyda ishim yo'q, lekin shunda bo'lsa-mi, men qo'lim saqaygacha sizga jafo sep qo'ydigan bo'ldik. Uyada, nemiz japa buldu işninki. Siz mi attın çıkılıp gidip kolunuz sunup ketmeyen misin? Bana ne turuptu bunda yaxşı işler.
Men deməkçi əmdə şu, mən qıp gitmə çıxıb bu işləri. Ras. Tamaq qılğanda tuzunu cıq selib etməng, akınız faqat tuzluq tamaq yeməydi. Anan ekin o toңlatqığı həmmə nəsin təyyaq qoyduq səy köktat bir həftəlik. Anan ekin göç-böş təyyaq qoyduq. Tügüsə mən boğan ekin ikimiz yedik ki, düşüb çıxamız, yeməyə çıx verəm, Cüm. Buldadı. Vay xatırcam bununla, üzəmdən öydək pak tazlab çıxıb, birdən künüb gitmə. Rəhmət, rəhmət. Muş yiydə, жылқысам. Маным қошып әссәм бір вақт тамаққа. Озы қылам дейя. Dur. Қая. Çayda olur mu gal? Yey. Tuxum bakeriz. Tapdım. Bir iti bitey bu tamaqni. Tuxum qo'shay. Ulamı? Yey. Voy, Fukam, nim bo'ldi? İşte bu mene. Hazırla birden noşu itine. Siz hatırlayacağım oturuyorum hemen şu. Bir itip çıkay bu tamaqni zadi. Vaqıldab qalsizlar o. Saran qilib qo'yamda meni. Qanda sosan buldum. Şunday çoğursam bular bu. Muştal salay bunu. Ben qanda ikkan o'tdi. Siz uyda burun tamaqni ancha itib baqmabdi ekansiz, Ha yoqam, undam emas, hamda shu yo'lchim jiqraq itidu danga, hamda u oshpaz o'g'anki, usta oshpaz emasmi? Shuning o jiqraq o it berdi, itpagan va itpagan yeb shu kunab qopdi. Shonkanda. Ishchakni ancha ya. Voy, Ayshimda. Qanday ahvolingіз? Kira. O'tir. Qanday ahvolingіз? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Qo'lingiz xil yaxshi bo'lib qolgan o'xshamamda. Xili yaxshi. Ishig'im yenibdi, Xili yenib qoldi. O yaxshi bo'lib ketdi, quli. Men degan kunda shunday yaxshi beqib olsam, yaxshi bo'lib ketmamdi, yaxshi bo'lib ketdi ha, da. Yaxshi bo'lib ketdi. Chiroyli o'tirib ketibsizlar ishkinglar. Shu, men Havagulga tamaqni qanday etish to'g'risida azroq so'zlab o'tgandim. U shu ochishtilik nima tamaq atgandim, go'shtni sapib oqdim, tuxum sapdim. Shuni bilan sal dozo qo'ydik qolgandi, shu sal yarmay qoldi. Ügütüp qo'ysak o'rganib ketadi ma qiz olchi. O'zim aqlliq ma Havagul, tirishchan qiz ola. Ügütüp qo'yli. O'rganib ketgidek. O'rganib ketdimi? Oy, birdan men bek aqlliq birdan ham o'rganib olma. Acha siz nima kirgandingiz? Ma Paridani o'ygichi, Paridani yo'qlab chiqay deb kirgan ham. Voy, menga Ayshimda bir qiziq choy damlagan. Choy ichamsiz? Versangiz birer piyola ichib chiqtaman ma uydan. Abaydan damlagan bir choy bor deyashni chiqay ya. Ey. Ya. Aşağıdama, aşağıdaysan ama. Ben kızıqçımı sen çıqılıb. Ay buldu qağamcı öy çıqqam ki dəbbə. Məmcə hazır çıxma vaxtım toş demin al. Cümə? Haş. Bu nəslər bir yer bika tusum turdu ki. Onun da öy əçikdəy. Kurtulab turamdı.
Bize küçük mü nime bu? Hoy. Ha, oğlunuzga evalay depsizde? Ha, ne? Hem bu nesle bir dikkat tutsun turduk ya da onun ekirkişte dedim İslam der yap demeysizler. Avalay dedim. Şu İslam der bir yap bulamayızlar. Bana yemeysizler o? Yeymiz. Biz mi yeymiz? Lekin İmran balam bek amraktı. Şoň aşnağa seppäsen bolamy dep Şanxay demez mi Ha, şu hem de o İmran Şanxay'da. Onun qandında yeni lan əpəsiniz buldu. Bulan o vaxt üçte depti. Onun da mən çıkıp berbəsəm yine ballarım yeydi. Şiki balam bağmaz mı? Anlıkın nimisi dadısını yeydi. Bundan birden yapıldı bek amrak bununla. Benim vaxtım tuş qapdı. Adam da olsa Elçiktay. Başqa şey olmasa. Oy, akınız kamet. Makul adamsa. Xoş. Ya. Ya. Bu. 他们有很多名字，戴夫、卡尔、保罗、迈克。这个叫罗伯特，是个超级人才。他们各不相同，但却有着共同的目标：找到最卑鄙的主人。 Havagül? Ha? Qol juydigan şu detal köynikin batı ep koydum juyitine. Qol juyamdım, şiji tusa. 让他们主人开心。 Onu şiyecekseniz bulmaydı. Qol juydigan köynik o. Ha, əmsi ma asqalı körüydi bana juyda ya. 他们就没有别的爱好。 Oy, çiçekli. Of ye. Vay. Oturun. Ay şimdi qanday ahvalыңыз? Yaxşı. Bugün şundaq bir ıssıq gün ottu qaram. Dəhşət ıssıq tala degan. Ma öylümdüge rahat. Aşta sıxım Vay ketala. dəhşət ıssıq. Oy, şu öbek salqındağa şunu mən salqın deniş görüp oltaqatdım. Bək yaxşı qıpsız. Qaram Farida. Vay mən darvazdan kirvassam. Eliqi, yoldaş kırım boyum dükkan açıdığan birisi var o. Qays. Ma aldı binadaki qoy bakaraq ya. Ha, otur da yöndeki. Ha. Adet hiç kimge gap qılmaydan qarmaydı o. ha. Bugün özü içimini vaqırıp, körüşüp. Ha. Muş ıssıqta qara. O yüzümü yıqıb. Körüşüp. Muş ıssıqdı yüzü yıqıb körüzdü adamlar bak gelmişsə sarahat evlər bağmaz mı? Ha, boptu da ahvalışıp gipini anlap koysam nimi deydi odan. Eliqi yolduşunu top doğru bir saat maqdı. Menin aldırğınım, yani sırtıq çıxmaq içdim dana öyden bir nərsini ilip. Şöyle gipini özüp mən sırtıq çıxmaq içdim, öyde aldığan nərslerim var. Kim paranı söyle, dep mansam. Yani çağırdı. Ne oldu desem. Vaqt çıqasınız bir gün tamaq yesek. Bugün eliqi ündü darğı meni bir. Hoş vaqan bolsunuz deydi. Hem kolum hoşuna olğandı ekan. Yaq diyemedim dana. Ya boptu, yaxşı yoptu. Əmdi aralaş kep qağa oxşaydı, ma xulum xoşundu. Şuna oxşaydı. Ündiler kuş oldunuz mu? Hoş oldu hem. Ondan sonra qaysı adamda o bək qızıq otma körpən qayp oynayacağınız çoxum rəsim var. Oy, ertəgün tanışıp qalsız xan. Ha, oğuz şu, siz boğan tanışmamız. Qolunuzu yitlep, uyga kirib qız tanıştırıp dost qıp qoyamı. Ha, oğuz şu, dostluq qoysuz burada. Ey. Aras. İmran'a saldıgan näsini qanday qıldыңlar? Ha, köydeyik dep koydum, ət kep ektilgan boldu. Ha, bo'pti. Hada, benim vaxtım toşupdu. Qazanğa göçünü sap qoydum. 10 minutdan keyin pişirdi emasmi? Aplam yesanlar buldu. Mən çikdi verey vaxtım toşqan ki. Aras, ondan mavu göç bək maylıqqa. Əmdi sizlər ziyan xamsın, şuna mən əcikdi verdim cümüm öyle yapdınız. Maqul əmsə, xoş. Hey. Nimunda qıldı? Bu qarab turib adam sarang tapamdı. Qızıq. Qapqar göçünə ep meğib maylıqkan deydi o. Bo'pti, balliqlar. Chiqib ballarni yeysin. Azroq meyin bakin. Vay elim şu ma ötkenmi näsini chiqib ballari bilan yep boldi. Göç degan unchilik may boladi endi. Hozir uyga chiqib yemagan sizlar bilan men qaldim. Oy, bo'ldi, qo'ltig'ini kengroq tuta, qo'tin. Bo'ptilar. Tashib etmagandikin yeysin bo'ldi. Bu qiziq ayolkina bu. Nereden tapdı bu ne? O şimdi
yerim qilmana. Az qaldığımı saqaysan bu işimi tugaydi o. Yo'q, ham shunda bo'lsa adam saron topamdi deyman qarab turib. Bo'ldi. Xafa, çay ichi. Bo'ldi. Ay, qamlashmadi bu. O'zg'oni kangret deymi, kasalchan bo'lib qolsa. Voy. Chapat tatib ketdingiz-a? Hech qisi yo'q. O'tiring. Ha? Keling. Tatsi. Ha? Xotin endi kirmisanmi uyga? Voy. Kirmisin deysan-ku. U kirmisi sen qiynab qolmamsan? Voy bo'ldilar. Ya aytgan tamqining tayini yo'q. Bu uyda tuzukroq tamoq yetib yeymandigan-da. Qarang kirlarni, jug'an kirlarni qanday qilib ketay. Dahi Ayshimdan kirsa bizdan paranglashib o'ttasaq, o'ttirimiz kirib bütün gapga qo'shiq sep o'ttirdim ishadi. Voy. Ma oshxonadagi yeydigan ichadiganning hammani uyga to'shib bo'ldi, uyga. Voy bo'ldi, bek zerikdim ma xotindan. Endi kirmisincha bo'ldi, o'zim qilay bo'ldi. Men hidi yaxshi bo'lib qoldim, qarang. Qiziq gap qilgan xotin. Endi go'shtni jiq sog'an bo'lsa, o'zimiz yeymiz-ku. Endi kirni xil obdan jupdi, xil pokiz jupdi-ku. Endi men seni bilmay xotin. Sen pokiz, hem red kish qilsa. Endi boshqa debning qiyg'ashi sana yaramaydi. Shunda olsam endi bir qo'lan saqaygacha bir 10-20 kun tutsa. O chiketsin desam, men xizmatga xotirjam borolmayman-da. Men xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Men qo'lim saq bo'lgan ekan. Ya. Sen o'zingni besvag'in. Yana bir 20 kunlar tutsin-a. Ha jinim balam, o'zingchi yaxshimi? Voy mendan ansirma, menmi yaxshi, dadangmi yaxshi. Ey balam, Shanxayga ko'nib qoldingmi? Havasi yaxshimki? Bek chiroyli-a? Ko'nisa. Ha. Qanday ma'lumlaring bilan xil chiqishib qoldingmi balam? Savoqdoshlaring yaxshimki? Jinim balam, oppoq balam, qo'saqi bek yaxshi yeymi? Tamoqni vaqtida ye jinim balam, ha? Hada? Ha, to'xta jinim balam. Peshon go'sht tugabdi. Ha? Tugabdi. Voy, bir qo'yning go'shti tugdimi afka? Go'shtmi tugabdi, unmi tugabdi, endi gap bo'ldi, hamda shu vaqt tamoq yeyotgan tursam, mana narsa tugabdi. Voy, bir xalta un bilan bir qo'yning go'shti 10 kunda tugabdimi afka? Tugab bo'pti. Kunda tamoq yetib yeyotgan bo'lgan-ki, shu tugaydi-ku endi. Voy, endi qancha yesakmi biz ishga. Voy, biz tugabdi. Haras. Avagul aytidan boshlab kirmaydigan bo'ldimi? Voy. Nima ish qanda? Men kirmang dedim. Bek ilashtirib ketdi, men o'ynim bek qilayim qanqib ketdi. Hey. Bunda qilsak bo'lmasmiki? Bo'ldilar. Men xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Uning ustiga tamoqni ancha-muncha sirtdan bir chaqirib yeb tursak bo'ldi-ku, qarang. Kirqatni shiji jusa, men qo'lim saq tursa, o'yinni aytadigan, bu ishni ushaq chekishni o'zim qila oladigan tursam bo'ldilar. Ey xotin. Seni qiynab qolamigday bunda qilsak. Siz unda degan bilan qarang, men jo'zni ustiga qarang, bizning uyga o'xshamdami shu? Hammanimni qurtib etdi. Oshxonadagi butun narsani qurtib, uyga to'shmagan narsa qamdi. Binshan hech hozir quruq. Nim bo'lsa uyga to'shib baqil qisat xotinga rasmiy bak o'sh bo'ldim. Bo'ldilar. Bo'pti mayli. Agar xohlamagan bo'lsang, shunda qilsakmi qilayli. Endi men zo'rlavasam yana kumalanib qolmag'ay yana men. Voycha. Bo'pti. Tush vaqtisa bu sen degandek bir vaqt tomoqni o'zing buyurib yeb turasiz. Kechtibat ishdan tushib kelib, o'zimning qo'ldan kelishicha qilib bermamdimi? Ma'qul. Shunda qilaylik bo'ldi. Aras. Unda o'zi hozir bir narsa qilib beraymi? Mayli nim bo'lsa. Mayli degan tomoqni men qilolmayman, aniqda. Amsa kashog'anki yenigirak atgan choydan birini qilsangiz, liansayli bilan choy ichamdi. Mananga usta men. Chiqayimsa? Ma'qul. Amro bo'lsin bizning